Salom qadrli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan hayotimizning eng muhim va dolzarb mavzularidan birini, ya'ni pensiya to'lovlari tartibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilamiz. Bu o'zgarishlar har bir fuqaroga, nafaqat hozirda pensiyada bo'lganlarga, balki kelajakda pensiya olishni kutayotganlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozirgi yoki kelajakdagi pensiyangiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Har bir detal juda muhim. Chunki xatosiz ma'lumot sizning moddiy farovonligingizni ta'minlashga yordam beradi. Videoni hoziroq yoqtirish tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz bunday muhim ma'lumotlarni muntazam ravishda taqdim etib boramiz. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hozirgi kunga qadar pensiya ta'minoti tizimimiz ma'lum bir qoidalarga asoslanib ishlar edi. Asosiy e'tibor pensiyaga chiqishdan oldingi so'nggi bir necha yildagi o'rtacha ish haqi va umumiy ish stajiga qaratilgan edi. Masalan, fuqarolar odatda pensiyaga chiqishdan oldingi 5 yil ichidagi eng yuqori ish haqi ko'rsatkichlari bo'yicha pensiya hisoblatish imkoniyatiga ega edilar. Bu esa ba'zida pensiyaga chiqish arafasida ish joyini o'zgartirish yoki ish haqini sun'iy oshirish kabi holatlarga olib kelishi mumkin edi. Bu tizim o'zining ijobiy tomonlariga ega bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ba'zi kamchiliklari, xususan tizimdagi adolatsizliklar va ba'zi fuqarolar uchun noqulayliklar yuzaga kelayotgani sezildi. Masalan, uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilgan, ammo pensiyaga chiqish arafasida yuqori maoshli ishga o'tish imkoniyatiga ega bo'lmaganlar nisbatan kamroq pensiya olishga majbur bo'lishlari mumkin edi. Yoki aksincha, umrining aksariyat qismida past maosh olib, so'nggi yillarda yaxshi maosh olganlar ancha yuqori pensiya olish holatlari kuzatilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning so'nggi farmoni va hukumatimizning tegishli qarorlari bilan pensiya ta'minoti tizimida juda katta va fundamental o'zgarishlar joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya hisoblash tizimini yanada shaffof, adolatli va ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan qilishdan iborat. Yangi tartibga ko'ra, pensiya hisoblashda nafaqat so'nggi yillardagi ish haqi, balki fuqaroning butun mehnat faoliyati davomidagi ish haqi va pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy to'lovlari miqdori to'liq inobatga olinadi. Bu degani, endi sizning har bir mehnat kuningiz, har bir so'm ish haqingiz va har bir to'lagan ijtimoiy to'lovingiz kelajakdagi pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu tizim fuqarolarni mehnat faoliyati davomida barqaror va rasmiy ish haqi olishga undash. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirishga rag'batlantirishni maqsad qilgan. Ushbu o'zgarishlar faqat bir guruhni emas, balki butun jamiyatni qamrab oladi va har bir oilaga ta'sir qiladi. Pensiya tizimidagi yangi qoidalar 2024 yil aniq sana yoki oy, masalan, 1-iyuldan boshlab to'liq kuchga kiradi va bu sana pensiya olish huquqiga ega bo'lgan yoki pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lgan barcha fuqarolar uchun muhim sanaga aylanadi. Asosiy qism va tafsil tahlil nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Yangi o'zgarishlar kimlarga ta'sir qiladi? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar amaldagi pensiya oluvchilarga ham, yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlarga ham, shuningdek, yosh avlod vakillariga ham bevosita ta'sir qiladi. Amaldagi pensiya oluvchilarga nisbatan qayta hisob-kitoblar avtomatik tarzda amalga oshirilishi kutilmoqda. Ammo yangi tartib bo'yicha pensiya tayinlanadigan yoki qayta hisoblanadigan hollarda bu qoidalar to'liq tatbiq etiladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda mehnat staji uzilishlarga ega bo'lganlar, rasmiy ish haqi qismi past bo'lgan davrlar mavjud bo'lganlar, shuningdek norasmiy mehnat faoliyatida bo'lgan fuqarolar xavotir olishlari kerak. Chunki yangi tizimda har bir rasmiy ish yili va rasmiy ish haqi muhim ahamiyat kasb etadi. Agar siz ko'p yillar davomida norasmiy ish bilan shug'ullangan bo'lsangiz yoki ish haqingizning bir qismi konvertda berilgan bo'lsa, bu davrlar kelajakdagi pensiyangizni hisoblashda to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiyangiz miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Aksincha, agar siz doimiy ravishda rasmiy ish joyida ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz to'liq qonuniy tarzda rasmiylashtirilgan bo'lsa va pensiya jamg'armasiga to'lovlar muntazam ravishda amalga oshirilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz miqdori yangi tizimda hatto oshishi ham mumkin. Chunki adolatliroq hisoblash mexanizmi sizning
barcha mehnat yillaringizni to'liq inobatga oladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bor. Hozirda pensiya oluvchi Otabek aka tasavvur qilaylik. 15 yoshli Otabek aka hozirda 2000 ming so'm pensiya oladi. Uning girdamli yillik mehnat staji bor va pensiya so'nggi 5 yildagi o'rtacha ish haqi bo'yicha hisoblangan. Yangi tartib kuchga kirgach, Otabek akaning pensiyasi avtomatik ravishda qayta hisoblanishi kerak. Tasavvur qilaylik, u umr bo'yi yaxshi maosh olgan, lekin pensiyaga chiqishdan oldin ish joyini o'zgartirib, bir necha yil davomida nisbatan kamroq maosh olgan. Oldingi tizimda uning pensiyasi o'sha so'nggi 5 yildagi maosh asosida hisoblanardi. Yangi tizimda esa uning butun 30 yillik ish stajidagi barcha maoshlari, ya'ni pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlar umumiy hisobga olinadi. Agar uning dastlabki yillardagi maoshlari bugungi kunga nisbatan indeksatsiya qilinib hisobga olinsa, uning pensiyasi hozirgi 20 ming so'mdan, masalan, 2 million 300 ming so'mga oshishi mumkin. Bu yerda asosiy tamoyil shuki, uning barcha davrdagi mehnati adolatli baholanadi. Ammo agar Otabek aka mehnat faoliyatining katta qismida norasmiy ishlagan bo'lsa yoki maoshi konvertda berilgan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida pensiyasi kamayishi ham mumkin. Shuning uchun avtomatik qayta hisoblashdan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlashtirish maqsadga muvofiq. Misol keltiray. Yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan Dilbar opa 78 yoshli Dilbar opa 1 yildan keyin pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Uning umumiy mehnat staji 30 yil. Oxirgi 5 yil davomida uning o'rtacha oylik ish haqi 4000 ming so'm bo'lgan. Ammo undan oldingi 25 yil davomida uning o'rtacha ish haqi masalan 15 ming so'm atrofida edi. Oldingi tizimda uning pensiyasi asosan so'nggi 5 yildagi 4000 ming so'mlik maoshdan kelib chiqib hisoblanishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning butun 30 yillik mehnat faoliyatidagi ish haqi va pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlar har bir yil uchun alohida hisobga olinadi. Zarur hollarda indeksatsiya qilinadi. Bu degani, uning pensiyasi endi birgina yuqori maoshli davrga bog'liq bo'lmaydi, balki butun mehnatga bog'liq bo'ladi. Bu holatda agar Dilbar opaning so'nggi yillardagi maoshi juda yuqori bo'lsa, yangi tizimda umumiy o'rtacha ko'rsatkich biroz kamayishi mumkin. Lekin agar uzoq yillar davomida barqaror va qonuniy maosh olgan bo'lsa, bu tizim uning foydasiga ishlashi kerak. Hisob-kitoblar murakkab bo'lganligi sababli har bir individual holatda pensiya miqdori farqlanishi mumkin. U albatta pensiyaga chiqishdan oldin pensiya jamg'armasi mutaxassislar bilan maslahatlashishi shart. Misol uchun, har xil davrlarda ishlagan Sarvar aka 50 yoshda. Uning mehnat staji 25 yil, lekin uning ishlagan davrlari juda xilma-xil bo'lgan. Masalan, 1990 yillarda u davlat korxonasida 10 yil past maoshga ishlagan, keyin 2000 yillarda 5 yil xususiy sektorda norasmiy ishlagan. So'ngra 2010 yildan keyin 10 yil davomida yirik xalqaro kompaniyada yuqori maosh olib, barcha to'lovlarni rasmiy ravishda amalga oshirgan. Oldingi tizimda uning norasmiy ishlagan 5 yili umuman hisobga olinmasligi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning rasmiy ishlagan har bir yili va har bir so'm uchun qilingan to'lovlar muhim. Norasmiy ishlagan davrlar uchun alohida imtiyozlar. Masalan, o'zi band qilgan fuqarolar uchun belgilangan tartibda to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, ular ham hisobga olinishi mumkin. Sarvar akaning pensiyasi endi uning xalqaro kompaniyada olgan yuqori maoshiga asoslanibgina qolmaydi. Balki dastlabki yillarda olgan past maoshlar ham umumiy o'rtacha ko'rsatkichga ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, uning pensiyasi oldingi tizimdagi kabi bir qismi uchun hisoblanib qolmaydi. Barcha rasmiy mehnat davrlari uchun kompleks tarzda hisoblanadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim pensiya hisoblashda yanada kengroq yondashuvni taqozo etadi. Har bir fuqaroning butun mehnat faoliyati, uning har bir rasmiy to'lovi endi muhim. Bu esa har birimizni mehnat faoliyatimiz davomida qonuniy va shaffof ishlashga undaydi. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday katta tizimda bo'lgani kabi, pensiya ta'minotidagi yangi o'zgarishlarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Istisnolar bor. Nogironlik pensiyalari. Yangi qoidalar asosan yoshga doir pensiyalar hisoblash tartibiga ta'sir qiladi. Nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari hisoblash tartibida sezilarli
o'zgarishlar kutilmayapti. Biroq ularning miqdori yoshga doir pensiyalarning bazaviy miqdoriga bog'liq bo'lgani sababli bilvosita ta'sir bo'lishi mumkin. Hukum ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash siyosatini davom ettirishi kutilmoqda. Shuningdek, xizmat staji talabiga ega bo'lmagan ayrim turdagi nogironlik pensiyalariga o'zgarishlar kiritilmagan. 2. Harbiy va maxsus xizmat pensiyalari. Harbiylar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularga yangi umumiy qoidalar to'liq miqyosda qo'llanilmaydi. Biroq ularning ham pensiya miqdorlari va imtiyozlari muntazam ravishda ko'rib chiqilishi mumkin. Uch imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lganlar, masalan, sog'liqqa zararli ishlarda ishlaganlar, shuningdek, ayrim kasb egalari uchun belgilangan imtiyozli pensiya yoshi va staj talablari o'zgarishsiz qolishi mumkin. Biroq pensiyaning miqdori yangi hisoblash mexanizmlari bo'yicha amalga oshiriladi. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham o'z holatlarini sinchiklab o'rganishlari zarur. Tuzoqlar va noaniq nuanslar: 1. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi. Yangi tizimda pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlar asosiy rol o'ynaganligi sababli mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan bir qatorda ish haqidan ajratmalar haqidagi ma'lumotlarning to'liqligi va rasmiylashtirilganligi juda muhim. Agar sizning ba'zi davrlardagi ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qolgan bo'lsa yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zingizning mehnat daftarchangiz va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobingiz holatini muntazam tekshirib turish juda muhim. 2. Indeksatsiya masalasi. Avvallari olingan ish haqlari bugungi kunga nisbatan qanday indeksatsiya qilinishi muhim savol. Olib berilgan inflyatsiya sharoitida o'nlab yillar avval olingan maoshlar bugungi qiymatiga mos ravishda qanday o'zgartirilishi pensiya miqdorini belgilashda katta ahamiyatga ega. Hukumat tegishli qo'lnosti hujjatlarda indeksatsiya mexanizmlarini aniq belgilab beradi. Bu nuansni tushunish uchun tegishli normativ huquqiy hujjatlarni diqqat bilan o'rganish talab etiladi. Konvertdagi ish haqi muammosi. Ming afsuski, hali ham ba'zi ish beruvchilar ish haqini norasmiy tarzda, ya'ni konvertda berish amaliyotini qo'llamoqda. Yangi tizimda bunday ish haqi pensiya hisoblashda inobatga olinmaydi. Bu esa afsuski, fuqarolarning kelajakdagi pensiya miqdorini jiddiy ravishda kamaytirishi mumkin. Shuning uchun ish joyingizda ish haqingiz to'liq rasmiylashtirilganiga ishonch hosil qiling va pensiya jamg'armasiga to'lovlar muntazam ravishda amalga oshirilayotganini tekshiring. Aks holda yillar o'tib pensiya olish vaqtida katta muammolarga duch kelishingiz mumkin. 4. Qayta hisoblashdagi noaniqliklar. Hozirda pensiya olayotgan fuqarolarning pensiyalari avtomatik qayta hisoblanishi kutilmoqda. Biroq bu jarayonda texnik xatolar yoki ma'lumotlardagi kamchiliklar sababli noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Har bir fuqaro o'zining pensiyasi qayta hisoblangandan so'ng uning miqdorini diqqat bilan tekshirishi va agar savollar tug'ilsa pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart. 5. O'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun pensiya jamg'armasiga to'lovlar ixtiyoriy hisoblanadi. Yangi tizimda ular ham o'z to'lovlarini muntazam amalga oshirishlari va kelajakdagi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishlari mumkin. Bu toifa uchun to'lovlarni qanday va qancha miqdorda amalga oshirish kerakligi bo'yicha alohida tavsiyalar mavjud. Bu nuanslarni tushunish va ularga e'tibor berish sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Har bir holat individual bo'lganligi sababli eng yaxshi yechim har doim mutaxassis maslahatini olishdir. Amaliy maslahat. Tomoshabin nima qilish kerak, hurmatli do'stlar? Yuqorida aytilganlarning barchasini inobatga olgan holda hozirdan boshlab aniq qadamlar qo'yishingiz shart. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim. Mana siz uchun batafsil ko'rsatmalar. Hozirgi pensiyangiz holatini tekshiring ada bo'lsangiz yoki mehnat stajingizni aniqlang. Agar pensiyaga chiqishni kutayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda myBankA.gov uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'zingizning mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni aniqlang. Bu ma'lumotlar sizning shaxsiy hisob varag'ingizda aks ettirilgan bo'ladi. Agar sizda bunday hisob varag'i bo'lmasa, uni ochittirish va to'liq ma'lumotni olishga harakat qiling. Bu ma'lumotlar sizning pensiya ta'minotingizning tarixi hisoblanadi.
Agar siz allaqachon pensiya oluvchi bo'lsangiz, yangi tartib bo'yicha pensiyangiz qayta hisoblanganidan so'ng pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomani oling. Unda yangi hisob-kitoblar qanday amalga oshirilgani, qaysi davrlardagi ish haqlari hisobga olingani va pensiyangizning umumiy miqdori qanday o'zgargani batafsil ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu ma'lumotnomani sinchiklab o'rganing. 2. Barcha tegishli hujjatlarni to'plang va tartibga soling. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar: pasport, identifikatsiya kartasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, ish joylaringizdan arxiv ma'lumotlarini olishingiz shart. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun hozirdan boshlashni maslahat beraman. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Ayniqsa eski davrlarga oid ma'lumotlar juda muhim. Agar bu ma'lumotnomalarni korxona tugatilganligi sababli ololmasangiz, arxivlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi familiya o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa, bola tug'ilganlik guvohnomalari ayollar uchun. Chunki bolalarni parvarishlash davri stajga qo'shilishi mumkin. Diplomlar agar oliy ma'lumotli bo'lsangiz. Ba'zi holatlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Harbiy guvohnoma agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, chunki harbiy xizmat davri ham stajga qo'shiladi. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga bevosita murojaat qilishingiz mumkin. Bu joyda sizga eng to'g'ri va aniq ma'lumot beriladi. Davlat xizmatlari markazlari DX orqali ham tegishli xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. DXMlar pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qiladi va ko'pgina masalalarni hal qilishda yordam beradi. MyBookUz portali orqali elektron murojaat yo'llashingiz yoki ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa masofadan turib ishlash uchun qulay. 4. Nima deb yozish yoki so'rash kerak? Pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha ariza namunasini pensiya jamg'armasi yoki DXM xodimlaridan oling. Arizangizda pensiyani yangi tartib bo'yicha qayta hisoblashni so'rab, o'zingizning barcha ma'lumotlaringizni va ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Eng muhimi, mutaxassislarga aniq savollar bering. Mening pensiyam yangi tartib bo'yicha qanday hisoblanadi? Qaysi davrlardagi ish haqim pensiya hisob-kitobida inobatga olinadi? Pensiya jamg'armasiga to'lagan to'lovlarim haqidagi ma'lumotlar to'liqmi? Agar biron bir davr uchun ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, uni qanday tiklashim mumkin? Pensiyamning miqdori nima sababdan o'zgardi, agar o'zgargan bo'lsa? Har qanday yozma murojaat uchun kirish raqami va sanasini olishni unutmang. Bu keyinchalik jarayonni kuzatib borishda sizga yordam beradi. 5. Agar hisob-kitoblarga e'tirozingiz bo'lsa. Agar pensiya jamg'armasi tomonidan amalga oshirilgan hisob-kitoblar bilan rozi bo'lmasangiz, avvalo yozma ravishda e'tirozingizni pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga, masalan, viloyat bo'limiga yoki respublika pensiya jamg'armasiga bildiring. Agar bu ham natija bermasa, sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu jarayon uchun huquqshunos maslahati foydali bo'ladi. Unutmang, eng muhimi harakatsiz qolmaslikdir. Ma'lumotlarni to'plash, savollar berish va o'z huquqlaringizni bilish bu sizning kelajagingiz uchun kiritgan eng yaxshi sarmoyangizdir. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli tomoshabinlar, bugun biz pensiya to'lovlari tartibidagi o'ta muhim o'zgarishlarni atroflicha ko'rib chiqdik. Bu o'zgarishlar nafaqat tizimni adolatliroq qilishga qaratilgan, balki har bir fuqarodan o'z kelajagiga yanada mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Biz ko'rdikki, endi har bir mehnat yili, har bir rasmiy to'lov pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Hujjatlaringizni tartibga solish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va ma'lumotlarni aniqlash bu sizning zimmangizdagi mas'uliyat. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga yoqtirish tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim va dolzarb mavzularda sizlarni xabardor qilishda davom etamiz. O'zingiz va yaqinlaringizning kelajagi haqida qayg'uring. Chunki sizning pensiyangiz bu sizning mehnatingiz natijasidir. Keyingi videolarda ko'rishguncha